Assalomu alaykum. Efirda kun xabarlari kanali. Kanalimizga xush kelibsiz. Qo'shma Shtatlar hamda Eron o'rtasidagi urush tobora muqarrar bo'lib turgan bir vaqtda harbiy ekspert Aleksey Ram katta sahnaga chiqdi. Interfax agentligiga Aleksey Ramning bergan ma'lumotlari shunday do'stlar. Alekseyning aytishicha, Moskva Tehronga Mi-28 vertolyotlarini yetkazib bermoqda. Mi-28 vertolyotlari Rossiyaning eng ilg'or texnologiyalaridan biri hisoblanadi. Ko'rinishdan juda beozor va juda chiroyli ko'ringan Mi-28larning afzallik tarafi shundaki, ular tunda ov qilishga moslashgan. Tunda Mi-28lar kunduz kundan ham juda yaxshi harakat qilib, ular barcha broni texnikalarni qotil hisoblanadi. Mi-28larning eng sevimli mashg'uloti esa kunduzi bilan jang qilib charchagan, holdan to'ygan barcha broni texnikalarni narigi dunyoga jo'natish bilan shug'ullanadi. Yana shuni qo'shimcha qilish mumkinki, do'stlar, Amerikaning eng mashhur tanklaridan biri Atakams tanklarini aynan Mi-28lar orqali juda oson narigi dunyoga jo'natish mumkin. Mi-28lar Eronga yetib kelgach, Eronning havo harbiy salohiyati yanada oshdi, do'stlar. Endi Eron Qo'shma Shtatlarga tunning qorong'u qismida ham zarba yo'llashi mumkin. O'z fikrlaringizni kommentariyada yozib qoldiring, kanalimizga obuna bo'ling, like bosib qo'llab-quvvatlang. Efirdagi kamchiliklar uchun albatta uzr so'raymiz, do'stlar. Isroil bosh vaziri ochko'z Benyamin Netanyahu Erondan juda ko'p narsa talab qilmoqda. 11-fevral kuni Qo'shma Shtatlarga safar qilgan Benyamin Netanyahu Qo'shma Shtatlar prezidenti urushsevar Donald Tramp bilan uchrashdi. Ikki urushsevar prezidentning uchrashuvi cho'zilgandan-da cho'zildi. Ularning uchrashuvi naq yopiq eshiklar ortida 4 soat davom etdi. Qo'shma Shtatlarga safar qilgan ochko'z Benyamin Netanyahu Amerika prezidenti Donald Trampdan shularni talab qilmoqda. Netanyahuning talabi shunday: Eronda hech qachon yadroviy qurol bo'lmasligi, Eron o'z raketa tizimini qisqartirishi hamda Eron yillar davomida boyitgan uranini maxsus komissiya tashkil qilib Erondan olib chiqib ketishligini talab qilmoqda. Do'stlar, Benyaminning ishtahasi kundan kunga ochilib bormoqda. Do'stlar, Eron hech qachon o'z raketa tizimini qisqartirmaydi va boyitilgan uranni hech qayerga olib chiqib ketishga ruxsat bermaydi. Bu haqida birinchi uchrashuvlar to'lqinida Ali Shamxani shunday degan edi: Eron yadroviy dastur bo'yicha kelishuvga erishishi mumkin, lekin ballistik raketa tizimi va boyitilgan uran haqida Qo'shma Shtatlarga Shamxani butunlay qizil chiziq tortganini ma'lum qilgan edi. Ikki urushsevar prezidentlarning uchrashuvi yakunlangandan so'ng Qo'shma Shtatlar prezidenti Donald Tramp o'z ijtimoiy tarmog'ida 2025-yil Eronga berilgan dahshatli zarbalarni Eronga eslatib o'tdi. Donald Tramp yana shunday deganki, Eronni ikkinchi muzokaralar to'lqinida juda mas'uliyatli bo'lishga chaqirgan. Eron esa o'z javobini birinchi uchrashuvdayoq ma'lum qilgan. Eron hech qachon o'z raketa tizimlaridan voz kechmaydi hamda boyitilgan uran haqida hech qanday ikkinchi uchrashuvda ham muzokaralar o'tkazmaydi. Vaziyat jiddiy, do'stlar. Kanalimizga obuna bo'ling, o'z fikrlaringizni kommentariyada yozib qoldiring. Efirdagi kamchiliklar uchun albatta uzr so'raymiz, do'stlar.